Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilar. Mana bugun Farmnet 7060 traktorimizni qisqacha video obzor olib beramiz. Ya'ni bu yerda Farmnet 7060 traktorimiz 4 silindrli bo'ladi. Mana apparat bo'ladi. Soatga 5 litrdan 6 litrgacha rasxod qiladi. Konditsioner bilan jihozlangan. Bu yerda konditsioner bor. Hop, yana ko'rishingiz mumkin, mana bakki 85 talik bo'ladi va buni kilosi ham boshqa traktorlarda yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, traktorchi uchun juda qulay qilib jihozlangan. Orqa baloni mana balon oralig'i 1.40 bo'ladi. Unga 14.9 30 balon qo'yilgan bo'ladi. Oldi baloni esa 1.50 bo'ladi balon oralig'i. Bunda esa oldi baloniga razmeri 9.5 ga 24 balon qo'yilgan. Balon oralig'i bu yerda sentrdan sentrgacha 1.50 bo'ladi, balandligi 80 sm bo'ladi. O'zini zavodskoy akkumulyatori qo'yilgan. Bu yerda mana ko'rishing gidravlika qismi va gulishlar baquvvat ishlangan. Orqa balonida toshni 40 kilodan 80 kilolik tosh ko'tarilgan. Orqa naveskasi faqat ichki silindr hisoblanadi. Ko'tarishi 1 tonnadan oshiq yuk ko'tara oladi. Gidrobachak alohida, mana gidrobachak alohida va korotkasini moylari ham alohida bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida nimalar bilan jihozlangan? Asosiy bu yerda mana revers oldiga orqaga va quyon toshbaqa bilan ko'rsatib o'tishim. Oldin rullar tushgan chiqadi. Xo'p, LHM, ya'ni nijniy понижний средний bor, 4 ta skorost. Bu yerda mana kiloga qarab sidenani moslashtirsa bo'ladi. Oldi orqani qo'shadigan richak. Bu yerda blokirovka bor va orqa silindrlarni ishlatish uchun alohida ikkita richak. Ruchnoy tormoz, ruchnoy gaz va bu yerda orqa naveskani ko'tarib tushirishga va bu yerda yana bitta ya'ni qo'shimchasi bor. Ya'ni bu yerdagi mana vom obroti 540 ming obrotni ishlatganda buni qo'shib turib, keyin ko'tarilgan holatda bo'lsa ishlamaydi, uni tushirgandan keyin ishlashni boshlaydi. Xo'p, konditsioner mana isitish tizimi, magnitofon, kolonkalar bilan jihozlangan. Shum ichkariga kirmaydi. Bemalol, misol uchun sovuqda ham, issiqda ham ishlatsanglar bo'ladi. Kimga yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bizga aloqaga chiqinglar, sizlarga sifatli traktor beramiz. Narxini aytib keting, narxini. Narxi hozirgi kunda buni, ya'ni Farmnet 7060 traktor 270 million so'm kabinadagi. 5 kabinasi esa 230 million so'm. Rahmat.